Assalomu alaykum. Xayrli kun YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana men o'tgan yili kuzni kuni qilgan kitayskiy rozamni qalamchalari ancha katta bo'lib qoldi mana. 60-70 sm bo'ldi уже o'sib. Buni men kichkinagina qalamcha qilgan edim. O'rtasi sentralniy chiqayotganini kesib qo'ygan edim. Shuning uchun meni kesganim uchun shaxlab 3 ta yoqqa shax bo'lib ketdi. Mana shaxlarning yonidan yana shaxlar chiqib kelyapti. Buni men hali yana kichkina mana shu oy ichida qalamcha qilaman. Bu yana ham shaxlaydi ko'payib. Buni tagiga men hamma gullarga qo'ygan singari azot dori qo'yaman, har xil vitaminlar qo'yaman. Juda ham chiroyli bo'lib, mana bariklari yaxshi yaltirab o'syapti. Bariklariga suv sepib, ozuqalarni, vitaminlarni berib turaman. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.